Assalomu alaykum. Qo'qon universiteti Andijon filialida har juma kuni an'anaga aylanib kelayotgan milliy kun bo'lib o'tdi. Bugungi milliy kunimizda esa binoyimizda maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabalari hamda fan o'qituvchisi Husnida Adilovna boshchiligida kuz ne'matlari mavzusida ko'rgazma tashkil etildi. Binoyimizda esa klinik fanlar ustozlari tomonidan milliy kutib olish amalga oshirildi. Ishtirokchilar tomonidan barcha ustozlarga va talabalarga ajoyib kayfiyat ulashildi. Assalamu alaikum. What do you like mostly in this day? On Fridays, all students will wear national clothes such as Atlas, Adras, Toppa. So do you like our national clothes and stuff? Yes. Qo'qon universiteti Andijon filialida har juma milliylik kuni. Milliylik kunining o'tkazishdan maqsadimiz yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash.